kecha institutni bitirgan bolaga qanaqa motivatsiya kerak? Kadroviy голодание juda kuchli-da. Bitta korxonaga boramiz desak, kirgizarkanmi deb turishadi. Zavodlarimizda nima chiqargisi kelmaydi? Sotishdan qo'rqadi-da. Domlalarimizning oyligi jihatdan kammi, ko'pmi chasniga qaraganda? Katta summada oylik beramiz deyshsa ham, men hech qachon Toshkent farmatsevtika institutidan ketmagan bo'lardim. Foyda olib kelmasdan korxonaga o'sha talablarni ko'rsangiz mamunja-da. Hamma upori oyligiga qaratishmasin. Chiqib hammasi o'zini arzon ishga urib qo'yapti-da. Hozir kirasan, 5 million oylik olasan, isbotini surib tugaguncha sraz kerak bo'lsa o'sha kelgan bo'limiga rahbar ham bo'lib ketishi mumkin. Bir narsalarni gapirib berishsa, aytkim keladi-da, o'zimiz kitob yozgan kitobni o'zimizga o'qib beryapsizlar. Assalomu alaykum Feruza Xurshidovna. Bugun Farm Time podkastimizga vaqt ajratganingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Toshkent farmatsevtika instituti, farm bozori, umumiy holat bo'yicha ko'p yaxshi suhbatlar bo'ladi degan umiddaman. Oybek Murajonovich, xush kelibsizlar. Biz juda ham xursandmiz bizning institutimizga tashrif buyurganingizdan. Qisqacha o'zimga ta'rif beradigan bo'lsam, farmatsevtika fanlari doktori, professor, amaliyot ishlari bo'yicha prorektor lavozimida ishlayman. Bu sohaga albatta o'zidan o'zi kelib qolmaydi ko'pchilik, yoki bilmadim, tog'asi, ammasi, adasi, xolasi degandek kimdir bu sohada bo'ladi va shu qiziqish bildirtiradi yoki boshqa sabablar bo'ladi. Fakat sizda qanaqa bo'lgan bu holat? Menda maktabda o'qib yurgan davrimda dori vositalarini yaratish, buni inson organizmiga ta'siri, qanaqa jarayonlar olib borilishi meni juda ham qiziqish uyg'otgan. Shu munosabat bilan 2001-yil men Toshkent farmatsevtika institutiga kontrakt asosida o'qishga kirganman. Shu darajada o'zimning kasbimga mehr qo'yganmanki, bu institutdan bir kun ham hech qachon ketmaganman. Shuncha yildan beri mana faoliyat olib boryapman. O'rtada dori turlari texnologiyasi kafedrasi dotsenti bo'lib ishladim. Shuningdek, dori vositalari sanoat texnologiyasi kafedrasi mudiri lavozimida ishladim va hozirgi kunda amaliyot ishlari bo'yicha prorektor lavozimida faoliyat yuritib kelyapman. Feruza Xurshidovna, Toshkent farmatsevtika institutida bugungi kunda qanaqa yo'nalishlarda fakultetlarimiz bor va bitiruvchilar sonimiz qanaqa yiliga bo'lyapti? Xo'p, agar bitiruvchilar sonidan oladigan bo'lsak, bu yil 801 ta bitiruvchilarimiz bor. Ya'ni ulardan 200 tasi grant va 601 tasi kontrakt asosida o'qigan bitiruvchilarimizdan iborat. 2025-yil demak 801 ta bitiruvchi chiqqan Toshkent farmatsevtika institutidan. Tahsil olib, muvaffaqiyatli tugallangan. Undan tashqari endi yo'nalishlarimiz, fakultetlarimizga agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, bizda farmatsiya yo'nalishi, sanoat farmatsiya yo'nalishlari, undan tashqari sanoat farmatsiyani o'zi fakulteti yo'nalishlarga bo'linadi. Biotexnologiya, metrologiya yo'nalishlariga bo'lingan. Toshkent farmatsevtika instituti qo'shma ta'lim fakultetlari mavjud. Ya'ni Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg Ximika farmatsevtический institut bilan hamkorlikda. Shuningdek, Belgraddagi ilmiy tadqiqot institutlari bilan birga farmatsevtika yo'nalishi ilmiy tadqiqot institutlari bilan hamkorlikda fakultetlarimiz ochilgan. Bu ikkita qo'shma fakultetimiz Sankt-Peterburg va Belgraddagi u qanaqa asosda bo'ladi o'qish? Bizda 3+2, ya'ni 3 yil Toshkent farmatsevtika institutida o'qishadi, 2 yil Sankt-Peterburgda o'qishadi, ya'ni ikkita diplomga ega bo'lishadi. 5 yil, ya'ni Toshkent farmatsevtika institutida tahsil olishadi. Darslarimiz gibrid holatida, ya'ni onlayn holatida va Belgraddan mutaxassislar kelishadi-da, Toshkent farmatsevtika institutida o'zligini darsligini olib borishadi. Bunaqa qo'shma fakultetlar частный universitetlarda ham bormi? Farmatsevtika universitetlarida yoki faqatgina Toshkent farmatsevtika universitetidami bu? Yo'q, faqat Toshkent farmatsevtika institutida bor. Bu yildan 2025-yildan boshlab biz davolash ishini ochdik. Shuningdek, hozirgi kunda yangi fakultet davolash ishi. 102 ta xorijiy talabalarimiz bu fakultetga kirishgan. Asosan qaysi davlatdan kelishyapti? Bizda Turkmanistondan kelishadi, Qozog'istondan kelishadi, undan tashqari Qirg'izistondan ham kelishadi. Hozir mana Hindistondan kelishgan xorijiy talabalar. Feruza Xurshidovna, ko'rasiz hozirgi kunda zamon
juda tez rivojlanib boryapti, texnologiyalar, yengilliklar, shu bizneslar ham masalan bir joyda turmayapti, har kuni har xil yengilliklar. Shu nuqtai nazarda bizani o'quv dasturlarimiz qanchalik hozirgi kundagi частный sektoridagi shu ishlab chiqaruvchi deymizmi yoki farm kompaniyalar deymizmi, shularga dasturlarimiz moslashgan yoki bir qanaqadir integratsiya yo'llari, shu holat bo'yicha ozgina ma'lumot bering. Biza bir yilda 2 marta ishlab chiqaruvchilar, regulyatorniy organlar, undan tashqari mahalliy korxonalar laboratoriya mudirlarini taklif qilamiz. Biza teoriyani beramiz institut tomonidan. Lekin hozirgi kunda bilasiz, mahalliy korxonalarda laboratoriya uskunalari hammasi yangilangan holatida. Ishlash mexanizmi boshqa. Undan tashqari metodikalar hozir o'zgarib boryapti. Yangi оборудованиялар qo'shilyapti, priborlar qo'shilyapti. Shuning uchun biza Toshkent farmatsevtika instituti faqat nazariya bilan qotib qolmasin. Ular bilan maslahatlashamiz. Shunaqa holatlar bo'ladiki, bu mavzular umuman munosib emas. Bu mavzular уже o'tilmayapti. Aktualniy bugungi kunda. Korxonalarda bu metodika chiqib ketgan degan holatlar bo'ladi. Biza ham mavzuga, ham fanga o'zgarish kiritamiz. Qo'shimcha qilib yetib ketmoqchi edim, o'quv dasturlarini yangilash jarayonida hozir hammamizga ma'lum, top 1000 tali universitetlar bor. Top 1000 tali universitetlarning ichidan biza top 300 tali universitetlarni biza kalendarni, planlarini olamiz, dasturlarini olamiz, silabuslarini olamizda o'zimizni o'quv jarayoniga tatbiq qilamiz. Boshida 1000 talik bilan сравнение ketardi. Keyin 500 talik bilan, bu yilgi 25-26 o'quv yiliga top 300 talik bo'lgan universitetlarni kalendarni plan, silabuslari bilan сравнительный kalendarni planlar tuzildi. Maqsad faqat bizni o'zimiz emas, bizni dunyoning 1000 talik universiteti bilan bizni o'zimizning o'quv jarayonlarimizni сравнивать qilyapmiz degani. Hozirgi kunda har xil sun'iy intellektdan foydalanish, rivojlanish bormoqda. Bu bo'yicha institut tomonidan qandaydir darsliklarga integratsiya qilish yoki o'rgatish yo'liga qo'yilganmi? Bizda shunaqa holat bo'ldiki, biz o'zimizning shogirdlar bilan shu narsani solishtirib ko'rdik. Davlat reyestridan oldik, o'zimizga statistika qildik. Misol uchun mana antibiotiklar hozirgi kunda где-то 65% 2025-yilda kirib kelgan. Sun'iy intellektga murojaat qildik, statistika bir xil chiqdi. Berilayotgan danni bir xil chiqdi. Keyin biz yana qani sun'iy intellekt haqiqatan ham xatoligiga ro'y qo'yarmikin deb, keyin lek formula bo'yicha qildik. Lek formula misol tabletka ko'rinishida, inyeksiya ko'rinishida, misol uchun glazniy kapli ko'rinishlarida qiladigan bo'lsak, oraliq ozgina bo'ldi, lekin protsentni совпадает. Endi baribir bizani studentlar ham ko'rishadi. Hozir ko'chada ham ko'p anaqa muhokama bo'layotgan narsa, ertaga sun'iy intellekt ishchi o'rinlarni egallab qo'yib ketadi, bundoq bo'ladi degan narsa bor. Endi meni shaxsiy fikrim, ish yo'qotamiz deydi. Men o'ylayman, именно sun'iy intellektni o'rganib, foydalanib, maytgan odamlar o'shalar ish yo'qotadi. То есть hech kim ishini olib qo'ymaydi bu sun'iy intellekt deb o'ylayman. Faqatgina kim qoladi desa, gibridlar qoladi ko'proq. Gibridlar shu, который sun'iy intellektlardan yaxshi foydalanadigan va o'zini baribir человеческий faktor degan narsa bor. Bu neizbежный. O'shaning uchun studentlarga ham men shaxsan o'zim tavsiya qilaman. Ishlatish kerak, foydalanish kerak, juda ham bir nima deydi? Bizani masalan korxonamizda juda ham keng tarqalgan, rivojlangan, juda ham ko'pchilik foydalaniladi. Shu narsadan keyin hattoki nima deydi? Tezligi ham oshdi desam bo'ladi-da. Bu ishchi o'rnini qisqartirmaydi. Naborot, ish jarayonini samarali olib kelishiga bu kakano поддержка, turtki deb men hisoblayman. Oldin yarim kun bitta odam отчет tayyorlardi, boshqa qilardi, Excelda bo'lsa ham, boshqada bo'lsa ham, hozir sun'iy intellekt 5 minutda уже сразу kerakli daniylarni ish unimizni oshiryapti. Da, shunaqa qilyapti-da. O'shaning uchun gibrid deyishimdan ham maqsad shunda-da. Hozir mana частный sektor bilan institutni orasida hamkorlik qanaqa ketyapti? Masalan, dorixonalar, ishlab chiqaruvchilar, skladlar, mana praktika masalalari. Hozirgi kunda Toshkent farmatsevtika institutida 49 ta
korxonalar bilan, ya'ni laboratoriyalar bilan, ilmiy distributorskiy firmalar bilan, mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan hamkorliklar yo'lga qo'yilgan. Shunaqa holatlar kuzatiladiki, talaba to'lig'icha amaliyotga kira olmaydi. Nimagaki mana GMP standartini olgan korxonaga biz misol uchun memorandum tuzilgan, talaba borish kerak. Lekin talaba birinchidan medspravkaga ega bo'lish kerak. Undan tashqari chista zonaga kirg'izish mumkin emas. Shunaqa holatlar bo'ladiki, talabalar instruksiyalarni qadoqlash, o'sha o'rash, o'sha fasovka, upakovka bo'layotgan paytida bir-bir almashtirib qo'yish holatlari bo'lishi mumkin. Bu korxonaga zarar yetkazilayotganligini hisobiga baribir ham talabalarni ko'pchilik korxonalar kirgizmaslikka harakat qilishadi. Определенный zonalarigami yoki umuman kirgizmaydi kerak bo'lsa, shuni bahona qiladi-ku, umuman kirgizmaydi. Bu borada qanaqadir qiyinchiliklar bormi? Endi to'g'ri, qiyinchiliklar tug'iladi. Bir xil korxonalar, to'g'ri, bular частный sektor. Biz ulardan talab qilishimizga haqqimiz yo'q. Shunaqa holatlar bo'ladiki, korxonalar talabalardan chek qo'yadi, xohlamaydi. Umuman olishimi yoki haligi nima deydi, sifatli praktika o'tkazib berishimi? Bir xil holatlar bo'ladi. Umuman olishni ham xohlashmaydi, bir xilida sifatli tajribalar bilan bo'lishligi ham xohlashmaydi. Har xil holatlar bor, lekin chin dildan kutib oladigan, ularga tushuntirib beradigan, mutaxassis biriktiriladigan, hamma jarayonni tushuntirib beradigan xodimlar ham biriktirib berishadi. Nimagaki talaba o'rgansin, bu bizani будущий spetsialistlarimiz, будущий kadrlarimiz deb tushungan holatida talabalarga praktikani na высшем уровне o'tib beradigan korxonalarimiz ham mavjud. Bu studentlarimizning kayfiyatiga qanchalik ta'sir qiladi shu praktikaga chiqish? Realniy praktikaga chiqish. Masalan, mana laboratoriyada o'tiribmiz. Hozir ma'lum bir praktikalar ham qilingan anaqada, lekin baribirga u yoqdagi polyadagi holat umuman boshqa-da. Realniy zavodga kirish, realniy produksiyani ko'rish, ertaga sotuvga chiqib ketayotgan produksiyani ushlash, o'sha realniy masalan jarayonni ko'rish u boshqa narsa-da. Bu meni o'ylashimcha baribirga praktikaga nima deydi, studentlarimizning kayfiyatiga yaxshi ta'sir qilsa kerak deb o'ylayman. Men nimaga bu savollarni berayotganim, chunki hozirgi kunda bozorda, deylik, rynokda juda ham kadr yetishmovchiligi, nafaqat hozir o'zi kimlar bilan gaplashmasak, boshqa sohalarda ham hamma shu gapni aytyapti, lekin biz endi o'zimiz farmatsevtika sohasidan ayta olamanki, kadr yetishmovchiligi, производительlarimizga texnologlar yetishmaydi. Apteka, dorixonalar bilan gaplashsak, provizorlar yetishmaydi. Farm kompaniyalar bilan gaplashsak, masalan, o'sha tibbiy vakil deymiz, boshqa deymiz, ular yetishmaydi. Qaysi yo'nalishga o'tirishiga qaramasak, distributsiyaga borsak, yaxshi masalan GDP standartlarini biladigan yoki o'qishga bir harakati bor xodimlar yetishmaydi. Xullas, umuman kadroviy goladaniya juda kuchli-da. Shunga shu masala bo'yicha baribir chuqurroq qarashimiz kerak deb o'ylayman. Bu yerda mana hozir sizni gapingizdan nima xulosa qildimki, частный sektor bilan ish jarayonlari ayniqsa praktika yo'nalishida zo'r yo'lga qo'yilmagan, ozgina qiyinchiliklar bor va hokazo. Biz как частный sektor tushunishimiz kerak ekan-da bu narsani. Buga tekayotgan odam bizani kelajagimizda, bizani nima deydi, xodimlarimizda. Bizni to'g'rilamasa, biz bunaqa sharoitlar yaratib, ularga qiziqish berib, ertaga masalan umuman boshqa biznesda, reklamniy biznesda yuribdi-da, bir kun ham ishlamaganman deydi. Bittasi bilan gaplashsam, вообще boshqa ish bilan shug'ullanyapti. Endi demoqchimanki, o'sha kerakli praktikalar, qiziqishlar berilmaganini hisobiga shundan keyin boshqa yo'lga o'tib ketib qolyaptimi anaqalarimiz, studentlarimiz. Shuning uchun o'zimga ham, anaqalarimizga ham, nima deydi, hamkasblarimizga ham bu praktika masalasida qattiq e'tibor berishimiz kerak ekan. Biz, например, bitta korxonaga boramiz desak, kirgizarkanmi deb turishadi. Studentlarimiz. O'zi kirgizarmikan, laboratoriyaga kirgizarmikan bizani? Misol uchun, men bu anaqalarga polniy atmosferani, jarayonni ko'rarmikanmiz deb degan savol bo'ladi. Keyin borib kelishganligidan keyin shunaqa xursand bo'lishadi.
haqiqatdan ham shunaqa korxonalar bor ekan. Haqiqatdan ham shunaqani kutib oladigan, adushi tushuntirib beradigan, o'zini ishini yaxshi ko'radigan korxonalar ham bor ekan-ku. Bizani shunaqa kutib olishdi. Bizga shunaqa e'tibor berishdi, bizga shunaqa chiroyli tushuntirib berishdi deb kommentariyalar bilan kelishadi-da. Yana bizdan iltimos qilishadi. Boshqa korxonaga ham olib boring, boshqa jarayonni ham ko'ringlar deb turishadi. Kadroviy голодание bilan amaliyotni bog'lash kerak. Agar amaliyot na высшем уровне bo'ladigan bo'lsa, korxonalar haqiqatan ham studentlarni kirgizadigan bo'lsa, o'zligi kadr olib qolish imkoniyati mavjud. Biz har doim harakat qilamizki, imенно korxonalarga bu bitiruvchi kurslarni olib borishga. Bitiruvchi kurslarni olib boramiz, nimagaki korxona bilan tanishsin, ish faoliyatini o'rganishsin, qanaqa mexanizm ketyapti degan maqsadida bitiruvchi kursni olib boramiz. Nimagaki korxonaga sharoit yaratamiz, ishlatinglar. 2 oy ishlasin. Dallashim o'zini qiziqishi uyg'onadi. Uyg'ongandan keyin bemalol korxona o'ziga kadr olib qolish imkoniyati mavjud. Hozir mana shu kadroviy голодание bo'yicha gaplashyapmiz-ku. Hozir e'tibosiz 2025-yili 801 ta bitiruvchimiz bor. Bu bitiruvchilarimizni qanaqadir statistikalari bormi? Kim qayerga ketgan, foiz ko'rinishidami? Misol hozir 200 tasi agar budjetda o'qigan bo'lsa, demak 200 ta u однозначно qaysi направление bilan ketadi u endi o'sha. Qolgan 600 ta mana bu kontrakt bilan bitirganlarimiz qanaqa yo'nalishlarga ketishgan? Hozirgi kunda statistika 75% ishga ta'minlanganlar bilan tugallanadi statistikamiz. Hali ham statistikamiz yangi yilgacha постоянно обновляться qiladi. 2025-o'quv yilida kirganlar bo'yicha viloyatlar kesimida biz sortirovka qilib qo'yganmiz. Например, Sirdaryo viloyatida 15 ta talaba bor. Samarqandda 28 ta, Surxondaryoda например 32 ta. Biz o'sha viloyatdagi korxonalarga murojaat qilyapmiz. Bizda misol uchun mana 28 ta talabalarimiz bor, kelinglar deb tanlab ketinglar. Chunki baribir ham bitirgandan keyin o'zini regioniga boradi-da. Ish, amaliyot agar na высшем уровне bo'ladigan bo'lsa, ishga joylashish ko'rsatkichi oshib boradi. Sizlar studentlarni berasizlar praktikaga. Biz ularni ishlata olib, ishlatib, nima deydi, ko'nglini olib, o'sha ishxonaga mehrini tushirtira olsak, shu bilan mana bizga o'sha kadr qolib ketar ekanda hisob. Bitta korxonada ish o'rganadi-da, keyin boshqa korxona yaxshiroq taklif beradigan bo'lsa, u korxonaga o'tib ketadi. Endi bu это всегда везде так. Neizbежно deydi-yu, har doim bo'ladigan narsa, butun dunyoda bor narsa. Feruza Xurshidovna, o'qish tizimini yanada ham yaxshilash uchun, yanada ham sifatli qilish uchun qanaqa o'zgartirishlar kiritsak yoki qo'shimchalar kiritsak bo'ladi deb o'ylaysiz? Birinchi o'rinda professor o'qituvchilarni malakasini oshirish kerak. Birinchi o'rinda mahalliydan boshlagan holatida. Nimagaki teoriya bilan amaliyotni bog'lash kerak. Teoriyada biz boshqa narsa berishimiz mumkin. Lekin amaliyotda birinchi o'rinda o'qituvchini o'zi bilish kerak. Nima dars beryapti? Hozirgi kunda yangi texnologiya bilan birga bog'layaptimi deb. Keyin xorijda malaka oshirishi yo'lga qo'yish kerak. Xorijiy innovatsiyalarni ko'rish kerak. Xorijiy texnologiya, biotexnologiya yo'nalishlarini, nutritsevtika, parafarmatsevtika yo'nalishlarini ko'rib, bu O'zbekistonga tatbiq qilish kerak. Bu bo'yicha qanaqadir bo'lsa ham qisman ish olib boriladimi bizda? Yiliga 45 tadan 60 tagacha professor o'qituvchilarimizni xorijga malaka oshirishga yuboriladi. Demak, siz aytmoqchisizki, mana shu programmani deylik, yana ham sonini ko'paytirish kerak-da, to'g'rimi? Hozir misol 45 ta, 50 ta domlalarimizni yuborayotgan bo'lsak, buni sonini ko'paytirib, shunaqa tarzda rivojlantirsak bo'ladi bu narsani. Bu studentlar orasida ham bormi bizda? Ha, studentlarning orasida ham bor. Studentlar orasida ham Xitoyga boriladi. Ular ham Vengriyaga borishdi, Turkiyaga borishadi. Nima asosda borishadi? To есть qanaqa studentlarimiz imminda boradi o'tga? Bular xorijiy tilni bilgan studentlar borishadi. Faqatginami? Qaysi tillar bor bizning universitetda? Bizda endi asosan angliskiy. Agar til bilmaydigan, to'g'ri, IELTS sertifikati talab qilinmaydi. Sertifikat shart emas. Lekin
gaplashishi, undan keyin ozgina grammatikani, undan keyin sohani tushunadigan studentlarni jo'natamiz. Endi o'zingiz tasavvur qiling, umuman tilni bilmaydigan studentni xorijga jo'natadigan bo'lsak, qanaqa rezultat bilan kelinadi? Bo'lmaydi. Ta'lim jarayonida ko'pgina tadqiqotlar qilinadi. Uni bilamiz, naukalar. Bu naukalar ishlab chiqarishda amaliyotga uyg'unlashtirilyaptimi, yo'qmi bu narsa? Amalga oshirilyaptimi, yo'qmi? Yoki shu nima deydi, naukaligicha qog'ozda qolib ketyaptimi? Bugungi kundagi juda ham dolzarb masala bu. To'g'ri, Toshkent farmatsevtika institutida ilmiy ishga juda ham chuqur qaratilgan. Mana misol uchun statistikadan olib boradigan bo'lsak, 2025-yilda 17 ta himoya bo'ldi. 17 ta himoya, ya'ni undan 17 dan 4 tasi doktorskiy, qolganlari hammasi PhD ilmiy darajasiga ega bo'lgan himoyalar bo'ldi. Bu ko'rsatkich nimani aytadiki, ilmiy izlanishga Toshkent farmatsevtika bu chanqoqligi, undan tashqari intilishi, naukaga intilishi juda ham yuqori darajada. To'g'ri, hozirgi kunda u vaqt talabi bor, ilmiy ishlarimizni, ya'ni внедрение joriy qilinishi. Hozirgi kundagi doktorantlar shunaqa ishlashadiki, bu ilmiy ishi korxonalar bilan integratsiya qilgan holatida. Oxiriga yetkazilib boryapti degan maqsadda. Xo'p, qanaqadir statistikalarimiz bormi? Masalan, nechta hozir o'tgan yil deyapsiz yoki bu yilmi 17 ta nauka qilindi, to'g'rimi? 17 ta nauka qilindi. Bu naukalarni realizatsiyasi bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi? Bo'lyapti. Nechtasi bo'lyapti? Mana, misol uchun bitta doktorskiy ishdan aytaman. Doktorskiy ish ishlab chiqilgan, tarkibi tanlangan, texnologiyasi qilingan, sifat ko'rsatkichlari qilingan, yaroqlilik muddati bilan tugallangan Radix korxonasida ishlab chiqadi o'sha ikkita preparat. Bu получается korxonagacha yetib bordi va korxona shu preparatlarni ishlab chiqaryapti. Misol uchun, men o'zimni shogirdimdan kelib chiqqan holatida ham inyeksiya dori turi, mana Dexalginni ishlab chiqdik. Inyeksiyani xuddi shunaqa tarkibi, texnologiyasi oxirgi yaroqlilik muddatigacha olib bordik. Dexalgin preparati ishlab chiqaryapti Bayan Medicalda. Mana sizni fikringizcha, mana ko'p eshitamiz-da, ko'p naukalar qolib ketyapti qog'ozda, realizatsiyasi bo'lmayapti. Производительlarimiz, boshqalarimiz, ishlab chiqaruvchilarimiz o'sha narsalarni realizatsiya qilmayapti, ishlab chiqarishini degan gaplar bo'ladi-da. Sizni fikringiz nima uchun bo'lmayapti? Masalan, men hozir oldindan aytib ketaman, meni fikrim nimaga bo'lmayapti deb o'ylayman. Ikkita anaqada holatda deb o'ylayman. Birinchisi, mana butun dunyoda qanaqa mahsulot yaratilishidan qat'iy nazar u marketingga muhtoj. Uni marketing qilish kerak. Marketingni hozirgi kunda mana onlayn, offlayn har xil instrumentlar chiqib ketdi hozir. Masalan-da, ularning har bittasi bilim. Masalan, oddiy bitta Instagramni yurg'izishni o'zida bitta bir ilmi kerak-da. Masalan, marketplace deymiz haligi, butun bozorlar hozir, masalan, butun batlar, boshqalar hammasi hozir onlayn marketplacelarda sotilyapti. Не только batlar, butun hamma narsalar. Demoqchimanki, mana shunaqa yangi narsalar ko'payib ketgan. Bu narsalarni har bitta instrumentni ishlata olish uchun bilim kerak, bu zamonaviy bilimlar. Shular yetishmayapti deb o'ylayman. Zavodlarimizda nima chiqargisi kelmaydi? Sotishdan qo'rqadi-da. Ertaga mahsulotni chiqarib qo'ysam, kim oladi uni? Hech kim tanimagandan keyin u qanaqa zo'r bo'lishidan qat'iy nazar, u marketingga muhtoj. Hozirgi kunda mahalliy ishlab chiqaruvchilarimiz ko'pchiligi generiklar bilan ishlashadi. Original preparatlar bilan ishlashmaydi. Shunaqa holat bo'ldiki, biz o'zimizni ishlanmalarimizni Pokistonlik firmaga predlagать qilgan edik. Biz mana razraботkalarimiz bor. Mana ishlab chiqaringlar, tayyor. Mana misol uchun ishlab chiqarishgacha yetib borgan, tugallangan ilmiy ishlarda berilgan. Yo'q deydi. Bizning o'zimizni 200 ta patentimiz bor. Bu patentlarni biz ishlata olmaymiz. Bizga выгодный generik preparatlarni ishlab chiqish deydi. Shuning uchun bizda ham xuddi shunaqa holatlar bor. Biz ham xohlardik o'zimizning ilmiy ishlanmalarimizni ishlab chiqaruvchilar bilan qiziqtirib,
ularga mana tayyor mahsulotni berib shu oxirigacha tayyor mahsulot bilan tugallashini biz ham xohlardik. Xo'p, shunda qilinayotgan naukalarimizni necha foizi realizatsiya bo'lyapti? 50-50. 50-50 ya. 50. O'rtacha yiliga qancha bizada nauka qilinadi? Yiliga bizani institutda 17 ta, 18 ta anaqa himoya bo'ladi. Buni ichidan 17 ta ichidan 4 tasi doktorskiy, qolgani PhD ilmiy unvoni bo'ladi. Bu farmatsevtika sohasi hammamizaniki. Biz shunaqa ish tutishimiz kerakki, bu sohani har taraflama rivojlanishini biz oldimizga maqsad qilib qo'yishimiz kerak. Nima farq bor deb o'ylaysiz o'sha 20 yil oldingi biz o'qib yurgan payt bilan hozirgi paytda orasida studentlarning farqlari qanaqa? Hozirgi o'sha 20 yil oldingi biz yoshlar bilan hozirgi yoshlarning orasida qanaqa farq bor? Hozirgi kunda talabalarni o'qishi uchun institut rahbariyati tomonidan juda ham ko'p sharoitlar yaratilgan. Hozirgi kunda 4 ta laboratoriyamiz bor. Ya'ni birinchi GLP sertifikatini olgan innovatsion birikmalar ilmiy laboratoriyamiz mavjud. Undan tashqari kompleksimiz bor, mini seximiz bor. Ya'ni nazariyani biz kafedrada ilmiy ishlarimizni yoki praktik значимостьlarni biz ilmiy ishlab chiqarish kompleksida bajaramiz. Ya'ni o'ta bilamiz, tabletka pressimiz bor, kapsulatorimiz bor, granulyator, ekstraktorlarimiz bor. Полный jarayonni ko'rishimiz mumkin. Oldin bu narsa bo'lmagan bizda. Bundan tashqari hozir instrumental tahlil laboratoriyamiz bor. Bu farmatsevtik kimyo qoshida. Bundan tashqari toksikologiya kimyo laboratoriyalarimiz bor. Ya'ni o'qish uchun ham, ilmiy ish qilish uchun ham, birinchi parani teoriya, ikkinchi parani amaliyot qilib bajarish uchun ham institut tomonidan hamma sharoitlar yaratilgan. Qisqa qilib aytganda, oldingi biz o'qib yurgan davrdagi sharoit bilan hozirgi kundagi sharoitda farq bor demoqchisiz, to'g'rimi? Juda katta farqi bor. Hozir ancha yaxshilashgan. Yangi uskunalar, laboratoriyalar, hatto mini производствоlar ham yo'lga qo'yilgan. Haqiqatan bizda payti yo'q edi u производствоlar. Shunaqa. Yangi priborlar olinyapti, yangi uskunalar hammasi. Undan tashqari nima qilinyaptiki, talabalarni laboratoriya darsini yaxshilashga. Nimagaki, misol uchun tabletka temasimi обязательно gidropress bo'lsin. Vibroelek bo'lsin. Granulyator bo'lsin. Deb shu narsalarni biz misol uchun pH metr bo'lsin. Deb biz nima qilamizki, harakat qilamizki, har bitta laboratoriya darsida birinchi pari apros, ikkinchi pari laboratoriya darsi bo'lishi uchun hamma sharoitlar yaratilgan hozirgi. Studentlarimizning o'zidachi farq qanaqa? Studentlar juda talabchan. Juda talabchan. Misol uchun qarab turishadiki, haqiqatan ham domla to'g'ri informatsiya beryaptimi yoki noto'g'ri informatsiya beryaptimi deb. Shuning uchun bundan oldingi aytgan paytimda ham birinchi o'rinda professor o'qituvchilarni korxonalar bilan, laboratoriyalar bilan ularning malakasini oshirish kerak degan maqsadim ham shu maqsad edi. Undan tashqari ularda g'oya ko'p. Misol uchun Feruz Xurshidimni shunaqa qilsak qanaqa bo'ladi? Misol uchun praktikada shu narsalarni e'tibor bersak-chi degan g'oyalar, takliflarni ko'proq berishadi. Mutaxassis tayyorlashda qaysi sohalarni yanada kuchaytirish zarur deb o'ylaysiz? Mutaxassis tayyorlashda biotexnologiya, parafarmatsevtika, gomeopatiya, undan tashqari farmatsevtik texnologiya, shuningdek kosmotsevtika yo'nalishlarini nanotexnologiyani kuchaytirishni men tavsiya qilgan bo'lardim. Bitiruvchilarimizni amaliyot muhitiga tez moslashish uchun qanaqa tizimlar, choralar ko'rish mumkin? Birinchi o'rinda talabani o'zi faol bo'lish kerak. Qiziquvchan bo'lish kerak. Undan tashqari ras praktika kuni belgilandimi? 2 oy davomida agar praktika olib boriladigan bo'lsa, talaba qiziqish bilan borish kerak. Praktika olib borayotgan tashkilot ham ularni kirgizib, o'rgatib, ularga ko'nikma hosil qilishga harakat qilish kerak. O'shanda bu rezultat bo'ladi. Feruz Xurshidovna, bugungi kunda bir nechta частный institutlar ochilib ketdi, farmatsevtika institutlari. Oldin qaysidir ma'noda monopolist edik, hozir konkurensiya kuchayib ketdi.
oylikli jihatdan domlalarimizni oyligi jihatdan bizani universitetda institutda kammi ko'pmi частныйga qaraganda? Частный universitetlarda oylik ko'proq bo'lishi mumkin. Endi men bilmayman qancha summa. Lekin biza davlat tashkiloti bo'lsak ham kipaylarimiz bor. Professor o'qituvchilarni bu reytingga qo'shgan hissasi uchun. Lekin men shu yerda bitta narsani to'xtalib o'tib ketmoqchi edim. Eng birinchi o'rinda bu oila emas. Bu muhit birinchi o'rinda katta rol o'ynaydi. Nimagaki ahilchilik, hamjihatlik, birdamlik, bir-birini поддержка qilish, misol uchun nauka qilayotgan odamni поддержка qilish, ilmiy ish faoliyatida olib borayotgan studentlarni поддержка qilish, xodimlarga sharoit yaratish bu birinchi o'rindagi eng yuqori potensial deb o'ylayman. Katta summada oylik beramiz deyishsa ham, men hech qachon Toshkent farmatsevtika institutidan ketmagan bo'lardim. Toshkent farmatsevtika instituti ahil jamoa bo'lib ishlaymiz har doim. Zo'r. Demak, farmatsevtika institutiga bor texnik bazalar hozirgi kunda частный institutlarda yo'q bunaqa. Bu darajada yo'q. Hozirgi kunda bir qator islohotlar bu dualniy образование yo'lga qo'yish. Dualniy образованиemiz bu nazariy bilan amaliyni uzviy bog'lash. Ya'ni talaba 3 kun teoriyani institutda o'rganadi, 3 kun amaliyotda amaliy anaqasini ko'nikmasini hosil qiladi. Bu yildan biz Toshkent farmatsevtika institutida joriy qildik 100 ta talabani. Ya'ni mana tashqi o'rindoshlik sifatida domlani olamiz. Uni darsini korxonaga qo'yib berdik. Korxonada ham amaliyot o'rganyapti talaba, ham teoriyani o'rganyapti. Получается, hamma domlalarimiz ilmiy darajaga ega bo'lgan domlalarimizni o'rgatishyapti. Ferza Xurshidovna, studentlarimizga nima maslahat berasiz? Mehnatdan qochishmasin. Mehnatdan qochishmasin. O'zligini ustiligida ishlashsin. Hamma upori oyligiga qaratishmasin. Mana shu gapingizga men qo'shilaman. Mana biz ham bir nechta xodim oldik, yangi studentlarni, institutimizning studentlaridan va umuman o'zi hozir yoshlar bilan ko'p muloqotda bo'lsam, e'tibor beraman. Hali bir qanaqadir nima deydi, ценность yoki bir haligi foyda olib kelmasdan korxonaga o'zi talablarni ko'rsangiz mamunjada, hali o'zi bir kun yo bir soat yo bir haftalik tajribani o'zi yo'q. Lekin talablar bir qator. Masalan, hozir juda ham aytamanku, yaxshi kadrga rynokda galadaniya juda kuchli. Masalan, hozirgi kunda men bilishim bo'yicha ishlab chiqarishdagi o'rtacha yaxshi zo'r texnologlarning o'rtacha oyligi $5000 kam emasdi. Yaxshi masalan marketolog, masalan o'sha marketingda ishlaydigan menejerlarning oyligi $1,500 kam emas. Bu men hozir eng juniorlarni, eng kichkinalarini aytyapman. Oyliklar haqiqatan juda ham zo'rda. Lekin menga bitta narsa achinarli bo'lib qoladi. Men ham shu tendensiyani kuzatib boraman. Shu aptekalarda 5 million, 6 million srazi endi student bo'lsa ham, hali tajribasi bo'lmasa ham shu 4 million, 6 million oylik berishadi. O'zi men bitta 4 yil sanoat farmatsiyada o'qiydimi yo boshqa yo'nalishda o'qiydimi, chiqib hammasi o'zini tez arzon ishga urib qo'yyapti-da. Chiqib srazi provizor bo'lib olishadi. Yengil mehnatga chiqib srazi shu 5 millionga, chunki ozgina o'qish davrida ko'rishgan, u aptekada nochda ishlagan, boshqa qilgan, qo'rquv baryeri o'tib bo'lgan, immuniteti bor, qanaqadir ma'noda u ishga-da. Shu bilan oson yo'lga o'tib ketishadi-da, lekin bilishmayaptiki, hozir kirasan, 5 million oylik olasan, to'g'ri, bo'ldi, u 10 million bo'lmaydi o'zi, bo'ldi. Xuddi shundaylicha qoladi. Endi zo'r bo'lsa, ba'zi заведующий apteka bo'lar, tam yana dalshi boshqa bo'lar, u yoqda hali uni qancha perspektiva boshqa kutib turibdi. Masalan, texnologlarni o'zi ham boryapti-da, provizor bo'lib ishlayapti. Oddiy anaqada aptekada provizor bo'lib. Bizda unaqa bitiruvchilarimiz ko'p. Men ham shu bitiruvchilarga men ham bir o'zim maslahatim berardim. Umuman shu narsaga e'tibor qaratishsin bu, chunki nima deydi, borib turib shuncha yillik mehnatini, o'qishini
borib faqatgina provizor bo'lishlik yomon emas, lekin demoqchimanki shuncha hali imkoniyatlar bor. Oldin mayli o'sha 30 yil 40 yil oldin haqiqatdan o'sha hamma provizor bo'lardi. Nimaga? Chunki o'sha ishlab chiqarish ham shu aptekalarning ichida edi. O'sha yoki bolnitsalarning ichida edi. Lekin hozir bu yo'nalishlar kuchayib ketdi-da, yangi bizneslar ko'payib ketdi, yangi yo'nalishlar, innovatsion loyihalar bor hozir. Shuncha narsalar, imkoniyatlar turgan paytda bular hali ham shu anaqalarga, aptekalarga ketib qolishyapti-da. Oybek Murodovich, savol berish menga keldi. Endi bizda talabalarimizda so'rovnomalar, ya'ni oprosniklar o'tkaziladi. Shunda shunaqa savol tug'ildiki, korxonaga talaba boradi, lekin korxona xodimlari bu talabaga mas'uliyatsizlik yoki o'zingni praktikang kamroq, ani ishonch bildirmagan holatida ularni ishga olishmas ekan. Shunaqa holat kuzatiladimi sizlarda? Keyin ular nima qilishar ekan? Kashta pastga tushib ketadi-da, значит bu korxona bizani mensimadi. Bu korxona значит bizga ishonch hosil qilmadi. Bu korxona bizani ishga olmas ekan deb, bular sekin yana yo'lini davom ettiradi. Masalan, tajribasi kam yoki yo'q deyishi bu normal holat deb bilaman. Chunki haqiqatan kecha institut bitirgan bola faqat teoriyani biladigan bolani albatta praktikasi yetarli darajada bo'lmaydi. Lekin buni eshitib demotivatsiya bo'lib, o'ziga qanaqadir xulosalar, noto'g'ri xulosalar qilish noto'g'ri deb bilaman. Sababi men bitta maslahat bermoqchiman studentlarimizga. Agar ularni o'sish niyati, maqsadi bo'lsa, har bir holatda birinchi o'rinda aybni o'zligisidan qidirishsin. Muammoda haligida hammada o'zligisidan muammoni qidirishsin. Chunki agar u o'smoqchi bo'lsa, yechimini topishsin demoqchisiz. Yo'q, men masalan unaqa yoqda o'sgim kelmayapti. Men yuraveraman o'sha 5 million oyligiga, 3 million oyligiga o'smayman, boshqa 20 yil ham 30 yildan keyin kelsam ham o'sha aptekada sotuvchi bo'lib o'tirgan bo'laman deydigan bo'lsa, unda o'ylamasin. Ularga bu anaqa emas, ishlamaydi. Lekin nimaga unaqa deyman? Masalan, shu holatni misol qilib oladigan bo'lsa, xo'p, men kelyapman, studentman, kecha bitirdim. Kelyapman-da, menga aytayaptiki, "Seni tajribang yo'q, boshqa mayli o'sha mensimagan holatda, xohlamagan holatda e'tibor beryapti. Lekin men bu yerda aybni o'zimdan qidirib, xo'p, men o'zimni ko'rsataman, menga imkoniyat bering." Bu odam to'g'ri aytayapti, haqiqatan meni tajribam yo'q, lekin men ishlasam eplashtirib ketadigan odamman, lekin buni nima qilishim kerak? Ko'rsatib berishim kerak unga. Ana o'sha narsani masalan, xo'p, mayli, siz to'g'risiz, lekin menga 1 oy shans bering. 2 hafta shans bering, 3 oy shans bering. Hozir bizda 3 oy ispitatsiyaning srok degan narsa bor. Menga 3 oy mana shu anaqa bering, sinov muddatini bering, 3 oydan keyin to'g'ri kelmasam ketaman desa, masalan, jon deb oladi. Jon o'sha periodning ichida bemalol o'zini ko'rsatib, kerak bo'lsa srazu nima deydi, 2 ta 3 ta zina tepaga ko'tarilib ketish ehtimoli bor shu 3 oy ichida ham. Chunki men buni misol tariqasida emas, o'zimizning korxonada kerak bo'lsa ayta olaman. Bizga masalan ispitatsiyaning sroki mana должностьga kelgan, lekin ispitatsiyaning srok tugaguncha sraz kerak bo'lsa o'sha kelgan bo'limiga rahbar ham bo'lib ketishi mumkin, boshqa ham bo'lib ketishi mumkin. Nimaga? Chunki u narsani ko'rganimizdan keyin, chunki haqiqatan bir xillarda skrytniy potensial bo'ladi-da endi ichida. Uni bilmaysiz, u bilan ishlab boshqa qilib ko'rasiz-da bu narsada. Bir xil payt xodimlar bilan o'sha tibbiy vakillar yoki boshqalar o'tirganimizda bir narsalarni gapirib berishsa, aytkim keladida, u yoqdan o'zimiz o'tganmiz, o'zimiz yozgan kitobni o'zimizga o'qib beryapsizlar debdi. O'shaning uchun baribir step by step degandek mana shunaqa ketgan yaxshi. Shuning uchun har doim o'zidan ayb qidirsa, o'shandagina o'sadi. O'zidan ayb qidirmasa, o'sa olmaydi. Bizani talabalarimizga qanaqa motivatsiya bergan bo'lardingiz? Xo'p, qarang, o'zi motivatsiya, выгорание, zona komforta degan anaqalar terminlar ko'paydi-da, oxirgi payt ko'p ishlatilyapti-da. 20 yil oldin biz o'qib yurganda bilmadim, siz bilarmidingiz shunda motivatsiya degan narsani umuman o'zi qanaqadir bormidi sizda? Bu so'z, bu termin yo'q edi. Xuddi shunaqa men shuni aytmoqchimanki, hozir kecha institutni bitirgan bolaga qanaqa motivatsiya kerak? Men sizga podskaska qilaman. Yo'q, men o'zi yo'q, to'g'ri qanaqa kerak deb noto'g'ri aytdim. Nima motivatsiya kerak o'zi? Nima? Motivatsiyani ota-ona ham berish mumkin.
motivatsiyani rahbar ham berishi mumkin, motivatsiyani misol uchun o'rtoqlar ham berishi mumkin. Yo'q, to'xtang, men nima demoqchiman? Motivatsiyani kim bera olishi boshqa. Hozir ham men ham bir zo'r motivatsiyalar bera olmayman. Prosta men nima demoqchimanki, motivatsiya kerak menga va motivatsiyam tushib ketdi degan miyasidagi fikrlashni olib tashlasin demoqchiman. To есть odamda maqsad bo'lishi kerak va maqsadi uni o'sha narsaga olib borish kerak. Siz bilan menda bizda qanaqa qilib siz bugungi kunda prorektor bo'ldingiz? Qanaqa qilib bugungi kunda men 200 ga yaqin korxonani rahbari bo'ldim. Hozir o'tirimizda bir-birimizga aytamizki, biz o'sha 20 yil oldin motivatsiya kerakmidi bizga yoki bilarmidik shu so'zni davomimiz. Yo'q, bilmasdik. To'g'ri, bilmasdik. Bizda intilish o'zimizda bo'lgan. Shuni maqsadimiz bor edi. Shuni aytyapman. Maqsadim biz institutni bitirdik, boshqa qildik. Men shu narsani qilaman, erishaman, yutuqqa erishaman degan shuni aytyapman. Maqsad bo'lgandan keyin o'sha maqsad o'sha anaqaga olib boradi o'zi shundoq ham. Bizda bitta narsa bo'ldi-da. Bitta xodimimiz mana shunaqa motivatsiya, выгорание va hokazo gaplar boshqalar ketdi-da. Yosh o'zi kecha kelgan, hali nima deydi, hamma narsa oldinda, boshqada-da. Men aytyapman-da. Xo'p, deyapman. Mashinang bormi, deyapman? Mashinang bormi, deyapman? Yo'q, deyapti. O'zingni shaxsiy uying, uchastkang, doming bormi? Yo'q, deyapti. Men aytyapman, ota-onangni har yili, bilmadim, 1 yilda 1 marta, 2 marta, 3 marta chet elga jo'natasanmi, sanatoriya, boshqa bu yo'q. Yaxting bormi, deyapman? Yo'q. Deyapman, nima senga yana qanaqa motivatsiya kerak, deyapman? Hali shuncha qiladigan ishing bor sani. Hali masalan deb men tushunardim agar men хотя бы mana shunaqa bir bazoviymi yo va hokazo ishlarni bir tugatganingda ham hozir o'tirardim-da, senga motivatsiya berardim. Jet samolyotni olishing kerak-da, tam masalan yaxtani olishing kerak-da, mana bu ostrov sotib olishing kerak-da. O'sha ostrov sotib olishga motivatsiya bo'lishi mumkin demoqchiman-da, lekin hozir kecha hali oldinda shuncha narsalar turgan paytda o'zimizga mana shunaqa motivatsiyalarni asos qilib olmasligimiz kerak. Hozir biz yangi studentlar chiqdimi, birinchi o'rinda mehnat. O'zini ustida ishlash kerak, o'zini ko'rsatish kerak, o'zini ishlayotgan joyiga qanaqadir foyda olib kelish kerak. Hadda urib nima deydi, meni oyligim qanaqa yoki men bunim qanaqa, ayodim mana bunaqa beryapti, o'tib ketaman. Bari aytadi-yu, ham daraxt bir joyda ko'karadi. O'shaning uchun talab qilishdan oldin bir narsa berish kerak, rezultat berish kerak, to'ppa-to'g'ri. Shu narsa baribir важный. Mana shu aytyapsiz-ku, hali bilimi past, boshqa u bu deyapti deb. Qattan bu shakllanadi. Haqiqatdan bir nechta bilimi past studentlarimizni evaziga, anita bilimi bor studentlarga bu dog' tushyapti. Strada chiqyapti. Shu ma'noda aytmoqchimanki, baribir institutda ham, domlalar ham menimcha mana shu yaxshi o'qimayotgan, ilmi pastroq studentlarimizga bu narsani tushuntirish kerakki, u nafaqatgina o'zi uchun bir qanaqadir minus qilyapti. U butun shu sohaga, o'zini kursdoshlariga va ularga dog' tushirib beryapti-da. Shu narsani tushunib yetish kerak. Bu men o'zim yaxshi o'qimayotgan bo'lsam, o'zim uchun o'qimayapman. Senga nima degan narsa bo'lmasin demoqchiman-da. Ular tushunsin, что ertaga buni oqibatida uni o'sha yaxshi o'qiyotgan kursdoshiga dog' tushyapti. Umumiy olganda bu sohaga dog' tushyapti. Shuni baribirga e'tiborga olib domlalar ham ta'kidlab o'tish kerak deb o'ylayman-da studentlarimizga. Xo'p, talabalarga maslahatim, hozir haligi ko'p ommadan ko'pchilikda chiqayotgan narsa o'sha переоценивать qilib tashlashyapti-da, o'zligisini va o'zligisini berayotgan rezultatini переоценивать qilib tashlashyapti. O'sha kelishi bilan usloviyalar, oyliklar, bir narsalar. Hozir men bitta как rahbar sifatida ayta olaman va menga o'xshab millionta rynokda rahbarlar bor, xuddi shunaqa fikrlaydigan, который ценный, foydali kadrga hammamiz zormiz. Biz jon deb o'sha kecha institut bitirib kelgan bo'lsa ham, uni tajribasi bo'lmasa ham, lekin bizni ko'rib baribir qanaqadir opitimiz bor уже, kimdadir potensial ko'ramiz, boshqa qilamiz-da. Bularni jon deb ushlab qolamiz. Jon deb o'shalarga kerakli sharoitlarni yaratib beramiz. Hamma narsa qilib beramiz. To'g'ri, birinchi kunning o'zida emas, birinchi oyi o'zida emas. Etap bo'ladi bu narsa. Prosta shu narsani tushunishsinki, bugun kelding, bugun bo'lib qolmaydi. Shu siz aytayotgan Oybek Do'stmatov ham mana bugun o'tirib Oybek Do'stmatov bo'lib o'tiribdi. Lekin bu yo'l
qanchalik mashaqqatli bo'lgan. 2003-yil boshlangan. Men institutga kirganman. Institutga kirganimdan keyin birinchi semestrdan keyin shu aptekada ishlashni boshlaganman. Shunda как бы ish faoliyatim boshlangan demoqchiman-da. Ishlash faoliyatim o'sha paytdan boshlangan. Получается, siz одновременно ham o'qib, ham ishlagansiz. Ha, o'sha paytda o'qib ishlaganman. Undan keyin уже faqat shu sohada yillar davomida men institut bitirib 5 yildan keyin shunaqa bo'lib qolmaganman. 10 yildan keyin bo'lib qolmaganman. 15 yil deganda shu narsaga erishdik. Lekin hammasiga etapma-etap zina chiqib kelganmiz-da. Feruza Xurshidovna, sizga kattakon rahmat ajratgan vaqtingiz uchun. Juda ham qiziq suhbat bo'ldi. Men o'ylayman, eshituvchilarimizga, studentlarimizga, hamkasblarimizga juda foydali bo'ladi degan umiddaman. O'zi umuman Farim klub va mana shu Farim Time loyihamiz bu asoschisi o'zimman. Bu loyiha bilasiz, unaqa monetizatsiya haligi pul olib keladigan loyiha emas. Bu loyihani o'sha основатель ham bugungi kunda yurg'izib kelishimdan asosiy maqsad ham bu shu sohaga bo'lgan nima deydi, patriotligim, muhabbatim, qiziqishim. Chunki bu o'sha menga bir qaysidir ma'noda ota kasb bo'lib kelgan va men bu sohani haqiqatan haligi nima deydi, bugun mana ancha bo'ldi oq xalat kiymaganimga. Oq xalatlarni kiyib juda ham bir boshqacha bo'lib ketdim. Studentlik davrlarim esimga tushib ketdi. Mana hozir laboratoriyada o'tirib anaqalarni haligilarimizni, praktikalarimizni esimga tushdi. Siz bilan ham mana suhbat qilib juda ham ko'p 20 yil orqaga borib keldim-da. Juda ham zo'r bo'ldi. O'shaning uchun siz ham mana shu sohani rivoji uchun, shu sohani yaxshi bo'lishi uchun mana vaqtingizni ajratib, mana o'zingiz fikrlaringiz bilan, bilimlaringiz bilan bo'lishdingiz. Shuning uchun sizga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar. Ikki og'iz bizning auditoriyaga yetadigan gapingiz bo'lsa, bemalol. Men juda ham boshim osmonga yetdi bu taklif bilan chiqqaninglarga. Chunki haqiqatan ham hozirgi kelayotgan paytida duch kelayotgan muammolar, ularni yechimiga qaratildi bizning suhbatimizda. Shunaqa holatlar bo'ldi ekan, bir-birimiz bilan sporlashib, bunaqa holat emas, bunaqa holat degan ham menga juda ham qiziqish uyg'otdi. Haqiqatan ham meni talabalik davrim o'zimni esimga tushib ketdi. Lekin sizlarni korxonangizga juda ham katta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Juda katta sharoitlar yaratyapsizlar. Mana hozir institutimizning konferensiyasida o'zingizlarni yarmarkalaringiz bilan faol ishtirok etdinglar. Mana bitiruvchi talabalarimizni ishga joylash bilan ta'minlashga ko'maklashyapsizlar. Undan tashqari hozir mana dars jarayonlarini yaxshilashga, undan tashqari dars jarayonini amaliyot bilan bog'lashga bizga uzviy bog'liqlikda juda ham ko'mak beryapsizlar. Biz juda ham minnatdormiz. Ishlaringizda rivoj tilaymiz. Rahmat. Har doim biz sizlarni podдержка qilgan holatida davomiy hamkorligimiz abadiy bo'lsin, iloyim. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.